Biznes boshlay olmayotganingizda bor yo'q bittagina sekreti bor. Videoni oxirigacha ko'ring, men sizga tushuntiraman. Biznes boshlashda hamma ayol qizlarimiz xohlaydi, lekin bu kimdadir o'xshaydi. Aksariyat holatda o'xshamaydi. Nimaga? Bizni o'zbek ayollarining moshni bahonalari bor. Erim ruxsat bermadi, bolalarim hali kichkina, biznes boshlash uchun investorim yo'q, biznes boshlashga katta pul kerak va hokazo. Mana shu jamiki bahonalaringizni tagida faqat birgina narsa yotibdi. Bu ham bo'lsa, biznes boshlashga sabab yo'qligi. Keling endi har bir bahonalarni ko'rib chiqamiz. Erim ruxsat bermaydi, lekin eri ruxsat bermasa ham ishlayotganlar bor uy sharoitida. Bolam kichkina, bolasi kichkina bo'lsa ham ishlayotganlar bor. Demak, haqiqat bormi? Haqiqat yo'q. Bu faqat siz yaratgan to'siqlar. Lekin bu to'siqlar nimani hisobiga turibdi olib tashlay olmayapsiz? Chunki biznes boshlash uchun sizda sabab yo'q. Kimgadir o'zingizni ko'rsatib qo'yishga yoki qo'lingizdan nimadir kelishib isbotlashga boshlamang. Aniq sabab, aniq og'riq bo'lsagina biznes boshlashingiz kerak. Shunda u muvaffaqiyatli biznesga aylanadi. Biznes haqidagi barcha haqiqatlarni bilish uchun shunchaki menga obuna bo'ling.